Jannat sog'inchi. Muallif Yorqinjon Qori Fozilov. Xolislik. Alloh taolo aytadi: Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ey Muhammad alayhissalom, ularga ayting: hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga Tangringiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy etilmoqda. Bas, kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga bandalik qilishda riyokorlik bilan biror kimsani unga sherik qilmasin. Ya'ni qiladigan barcha amallarni yolg'iz Alloh uchun qilsin. Kahf surasi 110-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislari mazmunida aytadilarki: sizlarning orangizga kirib qolishidan meni eng xavfsiratgan narsa bu kichik shirkdir. Shunda u zotdan kichik shirk nima deb so'rashganlarida, u riyodir deb javob berganlar. Abadiy rohatni ko'zlab jannatni iroda qilgan har bir mu'min shu o'rinda juda diqqatli bo'lmog'i lozim bo'ladi. Chunki amallarning oxirat uchun zaxira bo'lgan holda asrab qolinishining yagona yo'li riyodan xoli bo'lib, amallarni yolg'iz Alloh taoloning o'zi uchun xolis qilmoqlikdir. Shu sababli har bir ibodatimizda diqqatli bo'lmog'imiz darkor. Har bir musulmon ado etayotgan namozni Alloh taolo uchun deb biladi. Lekin hiylakor shayton turli yo'llar bilan chalg'itib ibodatni puchga chiqarmoqchi bo'ladi. Ulamolar aytadilar: beriyo namoz o'qishni qo'yboqar cho'pondan o'rganish kerak. Chunki cho'pon qo'ylari oldida namoz o'qisa, qo'ylaridan hech qanday maqtovni umid qilmaydi. Demak, ibodatlarning sanog'i bilangina aldanib qolmay, balki ularning xolis bo'lishiga hushyor bo'lmoq zarur bo'ladi. Sa'diy hazratlari yon atrofingdagi odamlar qarab turibdi deb boshqacharoq qilib o'qigan namozing do'zaxning hamma eshiklariga tushaveradi deydilar. Mo'min kishi ibodat mobaynida diqqatliroq bo'lmasa, ibodat qila turib ham gunohkorga aylanib qolishi mumkin ekan. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: amallar niyatlarga ko'ra bo'lur. Demak, inson qilayotgan amalida nimani niyat qilsa, shunga erishadi. Inson qilayotgan amalida Alloh taoloni ham, insonlarni ham ko'zlasa, bunday amalni Alloh taolo qabul qilmasligini bir necha oyatlarda ta'kidlaydi. Amallar faqat Alloh taolo rizoligi uchun bo'lib, undan boshqa narsalardan xoli bo'lmog'i lozim ekan. Demak, xolis amal qilish buyurilmoqda. Bir rivoyatda aytiladi: Ibrohim alayhissalom tilanchiga yegulik olib chiqdi va unga shart qo'ydi. Dediki: dinimni qabul qil, shu yegulikni senga berayin. Devona qo'l siltadi-da, o'girilib ketib qoldi. Shu on Alloh taolodan vahiy nozil bo'ldi: ey Ibrohim, men shu bandamga 70 yildan beri biror shart qo'ymay rizqini berib kelyapman. Sen esa bir luqma yegulik uchun shart qo'yyapsan. Bor orqasidan darhol deb Alloh taolo amr qildi. Ibrohim alayhissalom uni izlab borgandi. U bir yerda o'tirgan ekan. Ibrohim alayhissalom dedi: ey birodar, kechirasan, men senga shart qo'yib xato qilibman. Ma ola qol bu yegulikni deb berdi. Shu zahoti orqasiga qaytib ketayotganida devona dedi: ey birodar, nega darhol o'zgarib qolding? Ya'ni orqamdan izlab kelib berding bu yegulikni. Ibrohim alayhissalom dedi: senga shart qo'yganim uchun Allohim menga dashnom berdi. Devona dedi: ey birodar, Robbing naqadar yaxshi ekan-a? Mendek bir g'ayridinni deya senga dashnom beribdi. Menga o'rgat,
diningni qabul qilganim bo'lsin, dedi va qabul qildi. Agar rivoyatdan xulosa qilib fikr yuritsak, Ibrohim alayhissalom qo'ygan shartda o'zi uchun hech qanday manfaatni ko'zlagan emas edi. Balki o'sha tilanchining foydasini ixtiyor qilgandi. Ibrohim alayhissalomning tutgan bu yo'li bilan ham tilanchi dinni qabul qilishi mumkin edi. Lekin qabul qilgan dini davomli bo'lmasligi, ya'ni o'sha yegulikni olish uchungina bo'lishi mumkin edi. Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li esa birinchidan qilinayotgan amalni har qanday narsalardan xoli va xolis bo'lishiga ishora bo'lsa, ikkinchidan tilanchining qabul qilgan dini o'zining ixtiyori bilan bo'ldi. Shu bilan birga qabul qilgan dinida davomli bo'lishning hikmati ham bor edi. Bizlarchi bir amalni qilayotib, albatta bir dunyoviy manfaatni ko'zlab turamiz. Biror kishiga bir yaxshilikni qilsak, undan ham bizga biror yaxshilik qaytishining hisobini qilamiz yoki menga ham yaxshilik qilgan edi, men ham qaytarib qo'yayin deb ixlosni unutamiz. Iso alayhissalomning bir gaplari bor. Yaxshilik qilgan insonga yaxshilik qilishing emas, balki yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilmog'ingdir. Bizlar esa boy badavlat kishilarga hech ikkilanmay yaxshilik qilamiz. Biror birodarimizni uchratib qolsak va u o'zining ishlari yurishmayotganidan hasrat qilib qolsa, undan darhol ajralib ketib qolishni ko'zlab turamiz. Ya'ni hozir pul so'rab qolmasin deb xavotirlanamiz.